Ma'nosiz g'alati tushlar. Oziq ovqat do'konimi? Yo'q. Do'konda ish bo'lyapti. Ana okki totullar. Aka to'xta chiqib qoling. Nashana tushib ketdi. Bellat. Aka, men paypos svejiymi? Tushga javob-ku. Aka, bizning uyda svet bormi? Aka, necha pul bo'ldi hammasi? Kuniga 50 ming aka. 100 ming? Kofini nima daxli bor? Aka, rolta bormi? Moy alishtirish kerakmi? Yo'q, hadoy qilish kerak edi. Hop, To'g'ri borasiz, xolodilnik ichiga kirasiz, chapdan o'ngga. quruvdan ikkinchi etaj. Ha, shunaqa. Bilardim, o'zi telefonda hal qilmasligini. Billet. Shotda ham ochar. Mashinalar narxi tushib ketibmi? Ishing kim yopib qo'ydi? Eshikni kim ochib qo'ydi?